Uyg'ur usul san'ati tadqiqotchisi, usul peshvosi Hoji Rahmon. Avtori Akbar Niyoz. Uyg'ur usul san'ati tadqiqotchisi, usul bilan serikni birlashtirib, mamlakatimiz va xalqaro dong chiqargan. Usul san'at sohasida ko'zga ko'ringan ustoz. Şinjan san'at yurti Naqshi usul o'mikining tuhfikor usul rejissori Hoji Rahmon 1932-yili Atush shahrining Ustun Atush bozori Yo'lchilar kenti Bog'iriq mahallasida dunyoga kelgan. Ustoz Hoji Rahmon 1946-yili Qashqar Darul Muallimin maktabining tunji qarorliq o'quvchisi sifatida qabul qilinib, 1947-yili maktabni muvaffaqiyatli tamomlab, o'z alohidligiga asosan Qashqar viloyatlik Naqshi usul teatr o'mikiga qabul qilingan. 1952-yili 5-oyda Qashqarda o'tkazilgan Janubiy Şinjan san'at ko'rkida klassik taqsi usulini o'rinlab, san'at sohasidagilarning muayyanlashtirishiga noil bo'lgan. Hamda shu yili o'lkalik Naqshi usul o'mikiga yo'tkab kelingan. Shuningdan e'tiboran uning usul ijodiyatining yangi bir davr boshlangan. Ustoz Hoji Rahmon 1957-yili Markaziy Millatlar Naqshi usul o'mikiga berib 1 yil ishlagan. Bu jarayonda mamlakatimizdagi har millat usul san'atining javharlari bilan tanishgan. Jungo va chet ellardagi atoqli usulchilarning esil nomerlarini, klassik va hozirgi zamon mashhur usul asarlarini ko'rgan. Shuning bilan birga yana nazar doirasini kengaytib, san'at bilimini yanama oshirib, qimmatli ijodiyat tajribalarini to'plagan. Ustoz Hoji Rahmon ijod qilgan Qizilgul usuli, o'zimchilik usuli, mavjushiga do'p taqdim qilish, Janon chinida Beijing cheyi, cho'lda echilgan kumush gullar, paxtakor qiz, shamol ig'zidan oshliq elish, tarim do'lqunlari, bola tarbiyachisi, mening ravobim, Tianshanga bahor keldi, Şinjan yaxshi joy, tantana, allay balam, pili boqquchi qiz, do'lan sanimiy qatorliq usul asarlari xuddi rang-barang echilgan gulg'unchilardek usul sahnasiga ajoyib o'sim qo'shgan. Yuqorqi asarlarning ba'zilarini marhuma Zaynab Sidiq bilan birga ishlagan. Buning ichida Maryam Nosir o'rinlagan bola tarbiyachisi, Kurash Rajab o'rinlagan mening ravobim, Do'lan sanimiy qatorliq usul asarlari davlatimiz qurilganligining 30 yilligiga sovg'a taqdim qilish yuzidan qo'yilgan o'yinlarda va 3 xil usul bo'yicha o'tkazilgan musobaqada ayrim holda munavvar ijodiyat mukofotiga erishgan. Ustoz Hoji Rahmon 1981-yili Madaniyat ministrligi uyushtirgan usul ijodiyatchilari, rejissorlari kursiga qatnashib kelgandan keyin Xotan viloyatiga berib leksiya so'zlab, o'zining uzun yillik usul ijodiyati tajribalarini yosh usulchilarga o'rgatib, usul san'atining oz bo'lmagan izbosarlarini yetishtirgan. Bu jarayonda u yana klassik Uyg'ur musiqasi 12 muqomidagi ta'zi marg'ullar asosida ta'zi marg'uli degan usulni ijod qilib, dadillik bilan Uyg'ur xalq usulini hozirgi zamon usuli bilan birlashtirib, usul ijodiyatini o'sish xarakterlik yuksalishga ega qilgan. Ustoz Hoji Rahmon izchil turda har bir usulchining aloyidligi va xosligiga asosan shu artistning uslubi, aloyidligi va mahoratini yaxshi joriy qildira oladigan nomerlarni ijod qilgan. Masalan, Sharq Naqshi usul o'mikining yolg'iz kishilik usulchisi Aytulla Qosim uchun o'zimchilik usulini, Şinjan san'at yurti Naqshi usul o'mikining yolg'iz kishilik usulchisi Rayhon Ablazning tez pirqirash aloyidligiga asosan qoshtishi g'unchisini, munavvar usulchi Xalcham Sadiq uchun 12 muqomdagi ta'zi marg'uli musiqasi asosida ta'zi marg'ulini, uningdan boshqa iqtidorli san'atkor Maryam Nosir uchun bola tarbiyachisini ijod qilgan. Yuqorqi ijodiyatlarmi ustoz Hoji Rahmonning usul ijodiyatidagi aloyidlikni yana bir qitim namoyon qilib bergan. Ustoz Hoji Rahmonning nodir asari Qo'g'unchilik usuli 1957-yili 6-qitimliq Dunyo yoshlar festivalida kumush medalga erishib, mamlakatimizga shon-sharaf keltirgan. 1959-yili yana bir nodir asari yolg'iz kishilik o'zimchilik usuli 7-qitimliq Dunyo yoshlar festivalida oltin medalga erishib, mamlakatimizga yana bir qitim shon-sharaf keltirgan. Uning vakillik asarlaridan yana bir bo'lgan Mening ravobim 1980-yili Daliyanda o'tkazilgan mamlakatlik tunji navbatlik usul musobaqasida 1-darajalik o'rinlash mukofotiga noil bo'lgan.
1986-yılı memleketlik 2. növbetlik usul musabiqasida u ishlagan ta'zi marg'uli 3. derecalik mukofotga erishgan. Yana u marhuma Zeynep Sidiq bilan birga ishlagan Do'lan Sanimi nomli usul Xinjiang Naqshi usul o'mikining o'rilishida 2002-yili Chavshanda o'tkazilgan san'at festivalida Oltin she'r mukofotiga erishgan. 1997-yili uning ish izlari dunyo mashhur san'atkorlar qomusidan o'rin oldi. Tolumu əfsus, qısqığına 50 yıllık hayatida özüdünmü uzun yaşaydigan nurgun icadiyetlerine ro'yobga chiqargan qobil ijodiyatchi. Usul töhbikori Ustoz Hoji Rahmon 1982-yili 6-oyning 4-kuni markaz sahnasida o'ziga bir umr hamroh bo'lgan taqsi usulini o'ynab etib, ushtum tut yurak kesili qo'zg'alib, 50 yoshida bizdan vaqtsiz ayrildi. U bizdan vaqtsiz ayrilgan bo'lsa-mu, u ijod qilgan usullar ta hozirgacha sahnalarda julalanmoqda. Güzel milli sanatimizni xalqaro sahnaga elib chiqqan suyumlik Pari Aytulla Qosim ustiga hurmat, sharaf choshqish kechayotgan chig'imizda milliy usul taraqqiyotimiz uchun favqulodda zo'r to'hfa qo'shgan donliq usul ijodiyatchisi marhum Hoji Rahmonni hurmat bilan eslamay turolmaymiz. Onun kan terleri Aytulla ağam altın medalının kat-katlarına singen idi. Hem de biz merhumunun ezri singen ataklık usul töhkari Aytulla'nın ornusu da Uygur usulüdün hozulunaydı. Cemalından hıcıl kurki Mahu enveri Bu senin sadı közünge halka خلق
ustoz Hacı Rahman usul sahnesida mangu o'chmas nuroniy yulduz. Uning rayonimiz usul san'atiga qo'shgan o'chmas tuhfalari xalqimiz qalbida mangu yodlanib turdi.